Avtomobilni eshiklarini, oynalarini tushirib qo'yib, eshiklarini ochib qo'ysa, boshqacha ko'rinar ekan-a? Nima dedinglar? Bugungi obzorimizda Deepal S07 avtomobil. Nimaga endi Deepal S07 ni biz bugun obzor qilmoqchimiz? Sababi 2026-yilda bu avtomobilimizda restyling bo'ldi va juda ham ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Dizaynida, shuningdek, uni podveskalarida. Bu bo'lsa 2025-yildagi dizayni. Kelinglar birgalikda sanaymiz nechta o'zgarish bo'lgan va bu narsa narxida qanaqa o'zini namoyon qilgan. Bitta ko'rib chiqamiz. Agar Deepal S07 olmoqchi bo'lgan akalarimiz bo'lsa, shu videoni jo'natib qo'yinglar yoki YouTube kanalimiz orqali ma'lumotga ega bo'lsanglar bo'ladi. Xo'sh, eski dizayniga nisbatan yangi dizayni arziydimi? Shu narsani aytib o'tish kerak, qoyil qolish kerak. Xitoyliklar har yili o'zini ustida ishlayapti, ya'ni yengilliklar qilishga harakat qilyapti. To'g'ri, avtomobil o'sha kuzovida deyarli hech narsa kengligida, balandligida hech narsa o'zgarmagan. Lekin dizaynida o'zgarishlar bo'lyapti va albatta tizimlarida ham. Xo'p, avtomobilimizning kuzovidan boshlaymiz. Avtomobilning uzunligi 4750 mm ni tashkil qiladi. Ya'ni mana shunaqa uzunlikdagi avtomobil. Kengligi bo'lsa 1930 mm tashkil qiladi. Balandligi 1625 mm ga ega bo'lgan balandlikda. Restylingda sirazi aytib ketamiz, kuzovlarning uzunligida, kengligida hech narsa o'zgarmagan. Bu narsani aytdik. Xo'p, g'ildiraklarning bazasiga keladigan bo'lsak, 2900 mm ni tashkil qiladi. G'ildiraklari R19 demak diska bilan ishlab chiqariladi. Kuzovlaridagi dizaynlarini o'zgarishlariga o'tamiz. Birinchi o'zgarish bu demak g'ildiraklarining diskasida. Diskasining dizayni o'zgargan. Bunisida oddiyroq bo'lgan bo'lsa, bunda yana ham chiroyli dizaynga ega sifatida ishlab chiqarishni boshlagan. Ikkinchi o'zgarish bu demak uni faralarida. Faralarni ko'rib turibsiz. Demak, yon tomonida mana shunaqa lentali fara LED chiroqlari o'rnatilgan va shuning bilan birga uzoq va yaqinni qiluvchi demak faralari o'rnatilgan. Eski farasini bitta ko'rishingiz mumkin. Eski farasiga nisbatan yangi farasida o'zgarishlar deyarli yaqqol ko'rinib turibdi. Ya'ni yana ham chiroyli holatga keltirilgan. Undan tashqari ko'rib turganingizdek, demak radiatorlarini mana shu bamper qismidagi ochiq joyi o'zgargan. Bunisida mana shunaqa kengroq bo'lgan, ya'ni shamol aylanishini yana ham kengaytirilgan. Kameralarda ham o'zgarish bo'lgan. Bu yerda demak ikkita kamera o'rnatilgan. Bunisida esa bu kameralar ko'rinmaydi, ya'ni yo'q edi. Avtomobilning 2026-yil Ultra deb atalyapti, ya'ni restyling versiyasi 230 versiyasi bor va 300 versiyasi bor. 230 versiyasi nima degani? Ya'ni avtomobil elektr holatida 230 km yo'lni bosib o'tadi. 300 versiyasi bo'lsa 300 km bosib o'tadi. Undan tashqari bu avtomobilda dop opsiyalari ham bor. Dop opsiyada esa ba'zi bir qo'shimcha funksiyalarni ham kiritsa bo'ladigan mana shunaqa avtomobil. Xo'p, avtomobilni ot kuchiga o'tadigan bo'lsak, 238 ta ot kuchi edi eski versiyasida, yangi versiyasida bo'lsa 258 ta ot kuchi, ya'ni 20 ta ot kuchiga bu avtomobilimiz 2026-yilda kuchaytirilgan. 0 dan 100 km tezlikka chiqish uchun 7-6 sekund tashkil qilardi. Bunda esa 7-5 sekund. Uncha katta farq qilmayapti. Xo'p, tokda yurish holati, demak, aytayotganimizdek 230 km yuradigansi 230 deb ataladi yoki 300 km yuradigansi 330 deb ataladi. Bunisi esa 2025-yildagi versiyasi 215 km yurardi. Hop, shu bilan bir qatorda gibrid holatida umumiy gibrid holatida qancha yuradi? Eski restylingda 1120 km yo'l bosib o'tsa, bunisi bo'lsa 1320 km, ya'ni 200 km ga ko'p yo'l bosib o'tadi degan, demak, ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'lumot berilyapti. Bagaj qismini ham ko'rsatamiz. Bagaj qismida ham o'zgarishlar bo'lgan. Bagaj qismi 445 litrli bagaj bo'lgan bo'lsa, bunda bo'lsa 485, ya'ni 30 litrga kengroq bagaj qilib ishlab chiqarishni boshlagan. Eng asosiy yana o'zgarishlardan bittasi eski dizaynda, demak, Chang'an bazasi asosida tizimda ishlardi. Bunda esa Huawei tizimida o'tgan. Bu esa avtomobillar yana ham tezroq ishlashiga, yana ham aqlli bo'lishiga yordam bergan. Demak, endi sanaymiz. Kuzovimizda 4 ta o'zgarish bo'lgan edi. 5-o'zgarish demak ot kuchida 20 ta ot kuchiga ko'proq bo'ldi. Demak,
yo'l bosib o'tishi, ya'ni elektr holatida 15 kilometrga ko'proq bo'ldi. Gibrid holatida 200 kilometrga ko'proq bo'ldi. Bu demak 7-o'zgarish. 8-o'zgarish bagaj qismi 40 litrga ko'proq bo'ldi. 9-o'zgarish Huawei tizimi bilan yangi tizimda ishlab chiqarishni boshladi. Hozirgacha 9 ta o'zgarish sanab o'tdik. Endi avtomobilning salon qismiga o'tamiz. Avtomobilning eshiklaridan boshlaydigan bo'lsak, oldi qismida 2 qavatli oyna bilan ishlab chiqariladi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, boshqa avtomobilga o'xshab turib, buni demak eshikni ramasi yo'q. Ya'ni avtomobilni ochganingizda oynalar kiradi, hech qanaqa ramasiz ko'rinadi. Xo'p, o'zgarishlar nima bo'ldi? Avvalambor dizayn o'zgargan. Eshiklarni ochganida biz demak tugma orqali eshiklarni ochish imkoniyatiga ega edik. Bunda esa eshikni ochish tugmalari olib tashlandi va qo'lda ochiladigan qilib ishlab chiqarildi. Ko'rishingiz mumkin, eshiklarida dizaynda o'zgarish bo'lgan, ya'ni dinamikasi o'zgargan. Eskisini ko'rsataman birinchi. Bu demak dinamikasi edi, Deepal dinamikasi bilan ishlab chiqarilgan edi. Dizayni mana shunaqa. Bunda ham yumshoq koja bilan demak qoplangan edi. Bu yerda esa dekorativ taxta qo'yilgan edi, past tomoni plastmassa. Tepa qismi ham demak yumshoq plastik bilan qoplangan edi. Bu tomonda esa demak dinamika o'zgardi, ya'ni ham chiroyli bo'ldi va Dolby dinamikasini o'rnatilib ishlab chiqarish boshlangan. Tepa qismi demak yumshoq koja va bu tomonlari, qo'l ushlaydigan tomonlari ham yumshoq koja, past qismi esa plastik qilib ishlab chiqarishi boshlangan. Ikkala dizaynda ham NFC bilan ochilish, ya'ni besключевой доступ deyiladi ruschada. Mana shu funksiyasi saqlanib qolgan. Ikkalasida ham shuningdek, demak, yon tomonlarda slepoy zona, ya'ni ko'rinmay zonani ko'rsatib berish demak funksiyalari qoldirilgan. Avtomobilni demak tugmalariga qaytadigan bo'lsak, 4 ta oynani tushirib ko'tarish tugmalari, shuningdek 4 ta eshikni blokirovka qilish tugmasi va 4 ta oynani ishlatishni blokirovka qilish tugmalari joylashgan mana shunaqa haydovchi tomonida. Bunda ham xuddi shunaqa edi, faqatgina dekorativ taxta bilan qoplangan edi. Bilmadim, nechta bo'ldi. Biz shu paytgacha 9 ta demak o'zgarishini sanagan edik. O'zim ham adashib ketdim. Agar sizlar sanayotgan bo'lsanglar, kommentariyada yozib ketinglar. Bundan tashqari demak kuzovda mana shu qismida ko'rib turganingizdek mana shunaqa dizayni bor edi. Ya'ni bu dizaynni qanday deb atash mumkin bilmadim. Bu tomonda mana shu holatni olib tashlangan va bu yerda kichkinagina dizayn kiritilgan. Mana shu uncha ko'zga ko'rinmaydi, lekin yonma-yon qo'yganda bu narsani farqlash mumkin bo'ladi. Avtomobilning oynasiga yaxshilab e'tibor bering. Bu demak eshiklarida qo'shimcha o'zini ramasi bo'lmaganligi uchun oyna ochilganda tepadagi ramaga tegib turibdi. Lekin siz eshikni ochganingizda avtomatik tarzda oyna pastga tushadi va eshik ochiladi. Yopganingizda bo'lsa, avtomatik tarzda oyna tepaga ko'tarilib, oynani oxirigacha yopib qo'yadi. Demak, salonga o'tamiz. Salonda nima o'zgarishlar bo'lgan, ko'ramiz. Salonga keladigan bo'lsak, demak, avvalambor rulidan boshlaymiz, chunki rulida o'zgarish bo'lgan. Birinchidan, demak, rulida qo'shimcha o'zini maxsus demak displey bor edi. Bu displey olib tashalgan. Xuddi Li 9 da displey bo'lgan edi, kichkinagina. Livisda bo'lsa, Li 9 Livisda olib tashlangan edi. Bunda ham demak qo'shimcha demak monitori olib tashaldi. Buni o'rniga demak hamma ma'lumotlar head-up displey orqali yoki mana shu demak monitordan ko'rish imkoniyati bor. Tugmalariga keladigan bo'lsak, eski dizaynda to'rtburchak simon demak tugmalari bor edi. Bunda esa rolikli tugmalar qo'yilgan. Bu rolikli tugmalar orqali demak yana ham qulay bo'lgan boshqarish va bu albatta bosiladi tugma sifatida va buni o'zgartirish imkoniyati bor. Demak, bu tugmalar orqali multimediani boshqarish imkoniyati bor. Shuningdek, bu yon tomondagi oynalarni yopilishini, ochilishini ham boshqarsangiz bo'ladi. Juda ko'plab funksiyalarni mana shu orqali boshqarish imkoniyati bor. Avtomobilni demak skorost, ya'ni o'zgartirish richaklarini mana shu joyga o'rnatilgan. Bu yerda umuman bu yo'q edi. Eski dizaynda ham, yangi dizaynda ham bu narsa saqlanib qolgan. Endi avtomobilni monitoriga keladigan bo'lsak, monitori siz avtomobilga o'tirganingizda monitorni xohlasangiz bu tomonga qaratishingiz mumkin yoki yo'lovchi tomonda monitorni o'ziga qaratgan holatda demak boshqarish imkoniyati bor. Bu albatta yana qulayliklardan bittasi shuki, siz avtomobilni boshqarib ketayotganingizda monitor yaqqol sizga qarab turadi.
to'g'riga qaragandan ko'rasi bu juda ham qulay. Bu narsa ham demak juda ham komfort beradi bu avtomobilda. Avtomobilning salon qismida katta o'zgarishlardan biri bu uni bari hisoblanadi. Barini ko'rib turibsiz, yana ham chiroyli, yana ham qulay qilib ishlab chiqarilgan. Ya'ni bu yerda eski dizaynni ham hozir ekranimizda ko'rsatib qo'yamiz. Bu yerda demak oddiyroq ko'rinishda dizayn edi. Bunda esa demak katta ko'rinishda dizayn qilingan. Demak 50 vattgacha demak biz telefonlarni zaryadlashimiz mumkin bo'ladi va bunda yana dizaynda o'zgarishi zaryad vaqtida mana shunaqa demak led chiroqlari yonib turadi. Xo'p, podstakanligida kattalashgan, yana ham chiroyli dizayn keltirilgan. Bu yerda ochilishlari ham yana ham chiroyli va koja bilan qoplangan. Bu yerda esa plastik, ya'ni mana shunaqa prozrachniy deydi rus tilida, ya'ni kim o'zbek tilida to'g'risini aytganda o'z tilimga kelmayapti. Mana shunaqa plastik bilan qoplangan. Xo'p, orqa tomonida ham dizaynini alohida hozir ko'rsatamiz. Demak, orqa tomonda ham biz bemalol demak orqa o'rindiqlarni boshqarishimiz mumkin bo'ladigan mana shunaqa displey qo'yilgan. Yana bitta o'zgarishlardan biri bu tepa qismi. Tepa qismida ko'rib turganingizdek qo'shimcha dinamika o'rnatilgan. Eski dizaynda yo'q edi bu. Shuningdek, eski dizaynda mana bu yerda demak o'zini led chiroqlari yonmachasiga qo'yilgandi, bu esa uzunchasiga qo'yilgan va yana bitta qo'shimchalardan bittasi demak bu yerda ko'zoynak qo'yish uchun maxsus o'zini joyi qo'yilgan. Eski dizaynda bu albatta yo'q edi. Siz eski avtomobilning dizaynini ekranimizda ko'rishingiz mumkin. Ekranimizda ham ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Avtomobilni maxsus o'zini mana shunaqa bardachok deydi rus tilida, o'zini yashigida hech narsa o'zgarish bo'lmagan. Plastik qilib ishlab chiqariladi. Tepa qismlari esa, ya'ni mana bu joylari hammasi demak yumshoq koja bilan qoplangan. Bu yerda esa oldin eski dizaynida dinamika bo'lardi. Bu dinamika bu yerdan olib tashlangan va menimcha bu dizayn juda ham chiroyliroq bo'lgan. Avtomobil salonida yana bir o'zgarish, mana shunaqa demak led chiroqlari yonadi. Ya'ni avtomobil ishga tushganda mana shunaqa led chiroqlari yonib turadi. Dinamikasida ham ko'rib turganingizdek led chiroqlari yonib ajoyib o'zigacha ko'rinish beradi. Avtomobilning monitori haqida gapiradigan bo'lsak, Huawei tizimiga o'tgandan keyin monitorni ishlashi juda ham tezlashgan. Avvalambor lidar tizimini ko'rib turishingiz mumkin, juda ham tez ishlaydigan bo'lgan lidar tizimlari. Xo'p, bu demak monitor orqali barcha funksiyalarni demak o'ziga oson qilib haydovchi boshqarish imkoniyati bor. Ya'ni siz tomonga qarab monitor turadi va bemalol boshqarish imkoniyati bor va bu yerda barcha ma'lumotlarni ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, приложениялар, ya'ni xohlagan demak приложениyaga kirishingiz mumkin. 360 kamera, bu yerda yoqish imkoniyati, xullas konditsioner boshqaruvini bemalol demak boshqarish imkoniyati bor. Sovuq rejimga olamiz, issiq rejimga olamiz. Demak, xullas juda ham qulay qilib tezlashtirilgan. Avtomobilni demak monitorni tepadan pastga tushirganda barcha qo'shimcha funksiyalarni mana shu orqali boshqarish mumkin bo'ladi. Bu demak faralarni boshqarish yoki yon tomon oynalarni boshqarish bo'ladimi? Demak, o'rindiqlarni 360 kamera barchasini demak boshqarish imkoniyati bor mana shu monitorda. Monitor juda ham qulay qilib ishlab chiqarilgan va eng kerakligi tezligi o'zgargan. Avtomobilning o'rindiqlari haqida gapirishadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek nappa koja, ya'ni yumshoq koja bilan demak qoplangan o'rindiqlar, abagrev va abduv funksiyalari. Demak, oldida hozirgi mana shu holatda oldi qatorida abagrev va abduv funksiyalari bor. Buni demak monitor orqali boshqarish imkoniyati bor. Lekin orqa o'rindiqlarda hozirgi holatida abagrev, abduv funksiyalari yo'q. Lekin siz dop opsiya bilan siz buni buyurtma berish imkoniyatiga egasiz. Shuningdek, avtomobilning rulini ham demak biz isitishimiz mumkin bo'ladi. Mana shunaqa avtomobil va buni hammasini monitor orqali boshqarish imkoniyati bor. Avtomobilni haydovchi tomonidagi o'rindig'ini alohida tushuntiraman va yon tomonda yo'lovchini o'rindig'ini alohida tushuntiraman. Chunki boshqa funksiyalar bilan qoplangan. Qarang. Demak, bu yerda avtomobilni o'rindig'ini oldiga orqaga qilsa bo'ladi, yotqizib tushirsa bo'ladi o'rindig'ini. Shuningdek, bu yerda o'zini mana shunaqa tugmasi bor. Bu tugma orqali siz demak belingizga va past tomoningizda demak o'zingizga moslashtirgan holatda demak o'rindiqni moslashtirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni botmaydigan qilib
o'zgartirsa bo'ladi. Mana bu yerda hozir sezyapman. Demak, belda mana shu o'rindiqni ichkariga qarab turib kiryapti yoki ko'tarilyapti. Endi hozir yo'lovchi tomonga o'tamiz. Yo'lovchi tomonda esa o'rindiqlari, demak, bu yerda faqatgina tushirib ko'tarish emas, avtomobilni, demak, o'rindig'ini, shuningdek, bu yerda demak atamankasini ko'targan holatda, demak, siz bemalol yotib ketish imkoniyati ham bor. Bu yerda esa avtomatik tarzda, demak, tugmasi bor ekan, bu esa avtomatik tarzda suradi va avtomatik tarzda sizga atamankalarni ko'tarib tushirib beradi. Avtomobilning orqa o'rindiqlari haqida gaplashadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, ikkita odam bemalol o'tiradi, uchinchi odam ancha tiqilib qoladi deb o'ylayman, ya'ni bilmadim. Xo'p, demak, bu yerda monitor bor. Maxsus monitor orqali demak biz o'rindiqni boshqarish imkoniyatimiz bor. Ya'ni orqada o'tirib ketayotgan yo'lovchi bu o'rindiqni boshqarishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, oldiga, orqaga surishi mumkin va bu yerda demak oldi panorama tomni ochish imkoniyati bor. Bitta narsani inobatga olib qo'yish kerak, Deepal S07 da panoramali tom hisoblanadi, ya'ni qo'shimcha luki yo'q, ochilmaydi. Demak, bu yerda zaryad uchun portlar mavjud. Shuningdek, dop opsiya orqali siz avtomobilga demak xolodilnik buyurtma berishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda demak xolodilniki bo'ladi. Bu xolodilnik orqali siz demak bemalol ichimliklarni salqinlashtirishingiz mumkin bo'ladi va albatta konditsionerni boshqarish imkoniyatini ham beruvchi tugmalarni qo'shtirsa bo'ladigan dop opsiya qilsa bo'ladi. Avtomobilning oldi o'rindig'ida mana shunaqa demak ochiq joyi bor. Tugmani bossangiz ochiladi. Lekin nima uchun qilinganini to'g'risini aytganda bila olmadim. Biz ham hamma narsani bilib o'rmaymiz. Agar bilsangiz, kommentariyada yozib keting, bu nima uchun qilingan. Meni fikrimcha, qo'shimcha menimcha bu yerga demak planshet yoki monitor qo'yish imkoniyati bor. Ana shuning uchun ham maxsus joyini qo'yib ketgan bo'lsa kerak degan fikrdaman. Undan tashqari demak bu tomonini pastga tushirgan holatda demak bu podlokotnik, ya'ni qo'l qo'yadigan joyiga qo'yishimiz mumkin. Bu yerda demak podstakanligi, telefon uchun joy maxsus bor. Ya'ni nimasi bor? Tiklab ko'ramiz. Biz ham to'g'risini aytganda birinchi marta obzor qilyapmiz. Bu mashinani to'g'risi sotib olish niyatim bor edi. Shuning uchun ham obzor qilyapman. Ya'ni kim o'zimga ravo ko'rgan narsani sizlarga ham ravo ko'raman. Lekin balki boshqa mashina olarman, chunki bu mashinani ba'zi bir joylari, menga kerakli funksiyalari yo'q bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun obzor qilib ham o'zimga, ham sizlarga ham ma'lumot qilyapman. Podstakanligi, demak, telefon qo'yadigan joyi, lekin boshqa hech narsasini ko'rganim yo'q. Usti esa yumshoq koja bilan qoplangan mana shunaqa qo'l qo'yadigan podlokotnik. Ortiqcha bu yerda yana nimalar o'zgarishgan bo'lishi mumkin? Demak, bu yerda yumshoq plastik, tepada demak yumshoq material bilan qoplangan va bu yerga ikkita dinamika qo'yilgan. Sensor emas ekan, ya'ni yoritgichlar sensor emas, tugmalik hisoblanadi. Ya'ni yoritgichni o'ziga tugmani bilan bosganingizda yonar ekan. Mana shunaqa avtomobil. Nima deb o'ylaysiz? Qanchalik bu komfort, qanchalik nima deydi, hozirgi kunda talablarga javob bera oladi? Kommentariyada albatta fikringizni yozing. Bizda bo'lsa bagaj qismiga o'tamiz. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, bagaj qismi avtomatik tarzda ochiladi. Boshida aytib o'tganimizdek, yangi dizaynda 485 litr sig'imga ega bo'lgan mana shunaqa bagaj qismi. Bunisida esa eskisida esa kelishingiz mumkin, ko'ringlar. Ya'ni 445 litr, ya'ni 40 litrga kichkina bo'lgan bagaj qismi edi. Menimcha bu narsa ko'zga unaqa yaqqol tashlanayotgani yo'q. Umuman olganda bir xil deb o'ylayman va albatta dizayni o'zgargan. Bu yerda demak bagaj qismida mana bu joyini ochish mumkin, ya'ni qo'shimcha uskunalarni yoki instrumentlarni qo'yib qo'yadigan joyi bor. Buni olib tashlasa ham bo'lar ekan va yana doполнительный ichkarida ham o'zini olib tashlasa joy hosil bo'lar ekan. Mana shunaqa avtomatik tarzda yopiladi. Hozir xavfsizlik darajasini tekshirib ko'ramiz. Ya'ni yopilganda ya'ni odamni boshi turgan bo'lsa, boshga tegadi va orqaga qaytadigan xavfsizlik qismi bor. Bu albatta sensor bilan ishga tushmaydi. Bu albatta agar keladi, uriladi va orqaga qaytib ketadi. Avtomobilning o'ng tarafida demak zaryadlash demak portlari bor. Bu tez zaryadka bilan va sekin zaryadka olish portlari. Avtomobilning chap tomonida bo'lsa
benzin quyish, demak, baki joylashgan. Bu chap tomonida. Yana bitta ma'lumotni aytib o'tmoqchimiz. Esimizdan chiqib qolibdi. Biz ham insonmiz. Avtomobilni rulini demak biz qo'l bilan tushirgan holatda tushirishimiz va ko'tarishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni kim hozirgi zamonaviy ko'pchilik avtomobillarda bu narsa demak tugmalar orqali, ya'ni avtomatik tarzda amalga oshirilayotgan bo'lsa, bunda hali ham hozircha mexanik qo'l bilan chiqarib tushirilyapti. Avtomobil sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol sizlar 2026-yil Resta'ning kuzov ham 2026-yil, narxi 28,5 ming XTR avtosalonida, Yakkasaroy filialida. Bunisi bo'lsa 2025-yil 2025-yilda Restylingga 26 ming dollarga bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizlarga ma'lumotlar qiziq bo'lgan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham shu avtomobil haqida ma'lumotga ega bo'lgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying. Bu albatta bizning mehnatimizni sizlar baho bergan bo'lasizlar. Hammaga rahmat. Keyingi safar nima avtomobil obzor qilishimizni kommentariyada yozib ketinglar.